Zapaning dorilik unumi ajoyib bo'lib, qonni jonlantirib, qonni quvvatlash bilan mashhur. Zapaning qonni jonlantirib, uyg'on qonni eritish, qayg'uni yo'qotib, tugunlarni echish qatorliq roli bo'lib, kayfiyatni yaxshilash, ko'krak siqilish, qon tukirish, kezik, vahima besish, tug'utdan keyin qo'rsoqda qon uyib og'rish, yiqilgandan keyingi ishchi og'riqni davolashga ishlatiladi. Uzoq mazgil choy damlab iste'mol qilganda husnini go'zallashtirib, immunitet kuchini oshiradi. Zapa Janubiy Yevropa va O'rta Sharq qatorliq rayonlarda yemaklikka bo'yoq materiali va tadqiq qilib ishlatiladi. Yana ba'zi rassomlar zapani tadqiq qilib, bo'yoq qilib ishlatmoqchi bo'lgan. Qo'lda yig'ilingan 50 ming taldan ortiq zapa bir qadoq keladi. Shunga gul ichidagi oltin deb atalgan. Zapaning tabiati mo'tadil, ta'mi tatliq bo'lib, kelinkida qizitma o'rlash, bo'shsizlanish, sapkun, badanga asviy chiqish qatorliq kasalliklarga ishlatiladi. Zapa qonni sovutib, zaharni qaytaradi. Ayrim ishlatishga bo'ladi. Issiqni yondirib, zaharni qaytaradigan yaxshi mahsulot. Masalan, o'sma yopirmoqi o'sma yildizi bilan birlikda ishlatishga bo'ladi. Zapani boshqa qonni jonlantiradigan dorilar bilan birlikda ishlatganda dorining unumi texmi yaxshi bo'ladi. Tarkibidagi oksinning qerishning oldini olish roli bor. Ya'ni ba'zi kishilarga zapa mos kelmaydi. Masalan, homildor ayollar, yengil operatsiya qilinganlar, oshqozon uchay funksiyasi yaxshi bo'lmaganlar iste'mol qilmaslik kerak.